Tak bolalar bo'layotgan hodisa. Ishxonamda ayollar ishlaydi. Bitta ayolning eri kelyapti. So'rayapti, "Что mani xotinimning pulini 1 oyligini oldin berib bilasizmi?" O urishib ketdim-da. Qanaqa даже men ayollar ishlashiga ham qarshi insonman. Shaxsan o'zim ayollar ishlashiga mutlaqo qarshiman. Qanaqa qilib o'zingni ayolingni ko'chaga san o'zingsiz chiqarib yuborishing mumkin? Nimadir hodisa bo'lib qolishi mumkin ayoling bilan. Qanaqa qilib o'zing ayoling ko'chada yurib, san xotirjam bemalol boshqa ishingni qilib bilasan. Hozirgi zamonda men erkaklarga, ayrim bir erkaklarga juda ham qarshiman. Вообще tushunmayman sizlarni. Kelib ayolini pulini so'rayapti. O'zi musulmon dinida, bizning dinda ayol erining ruxsati bilan ishlashi mumkin. Faqatgina uni pulini olmasin. Ya'ni siz ayol kishini puliga tegmasligingiz kerak. O'zingiz oilani boqib bilishingiz kerak. Hozirgi vaqtda hammasi alfons bo'lgan xotinining puliga qarab turadi. Bunaqa erkaklar juda ham ko'p. O'shanaqa erkaklarni sizga jo'natinglar. Shaxsan gapi bo'lsa o'zim gapiraman, любой bilan.